Prezidentimizning joriy yil 8-sentyabrda qabul qilingan qaror asosida Niderlandiyaning Agrico kompaniyasi bilan 6000 tonna sertifikatlangan elita kartoshka urug'larini olib kelish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Ularning dastlabki qismi mamlakatimizga yetib keldi va ustamasiz narxlarda aholi xonadonlariga yetkazib berilmoqda. 40 ming, 50 mingdan o'tgan yil olganmiz. Bu yil 16200 uyga olib kelib beryapti. Ham ishonchli bo'lyapti hammasi. Rasmiy sahifalarda ko'rsatyapti. Qanday ortilish, qanday yuklanish, olib kelganigacha ishonchli-da. Bu yerda 40 ming, 50 mingning o'tgan yili kelganda birortasi unaqa narsalarni ko'rmaganmiz. Imtiyozli kreditga bo'lsa ham beryapti. Imtiyozli kreditga 16200 ham beryapti. O'sha bo'yicha ham olyapmiz. Bir qo'ldan olganday bo'lyapmiz-da. Prezidentimizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab dehqonlarni arzon narxda uyga o'zlari olib kelib tushirib, mana tashlab ketyapti. Menga 1 tonna 200 kilo gallan urug'idan olib kelib berdi. Xudo xolasa, mana shuni bu yil egib, elimizning dasturxonini boyitamiz kartoshka bilan. O'zimizning mana ro'zg'orga ham katta foydasi bo'ladi. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida shu yerning o'zida Turon bank xizmatlari yo'lga qo'yildi. Sizga ham arzon va sifatli kartoshka urug'i kerakmi? Unda Bulung'ur Agrostar ixtisoslashgan kompaniyasiga quyidagi raqamlarga murojaat qiling.